Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Allah subhanahu ve taala bu sorundaki qarindoshlarimizningki gunohini afu qilsin. Allah subhanahu ve taala mushu ilm ugunimiz deb kelgan har bir qadamlarga ajr azm ato qilsin. Hurmatli hamshiralar, Ayşe anamızdan naql qilgan hadis sharifda Rasul akram sallallohu alayhi ve sellem shundoq degan: "İza utiya alayya yawmun aw iza ata alayya yawmun la azdadu fihi ilman fala burika fi tulu'i shams zalika al-yawm" deydi. Yani bunda degani bir kun kelsa, mana bir kun kelsa shu kunda ortiq bir bilimni o'rganmasam, shu kunning kun chiqqanidan tortib bir barkati yo'q kun bo'ladi deb Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bu hadis sharifda musulmon kunda oz bo'lsa-mu oz to'la bilim o'rganishning muhimligini bayon qilgan. Yani bir gün bilimsiz ötken gün Müslüman üçün berkiti yok. Müslüman üçün bir faydasız, manisiz gün hesaplanğan. Hürmetli qarindoshlar, navbatda biz Uyg'ur musulmonlarning, yani dünyadaki hamma musulmonlarning bo'libmi, biz Uyg'ur musulmonlarining holi ahvolini bilmaydigan birmi Uyg'ur yo'q. Hamda bizning mushundaq bir bechora, ojiz, amalsiz, chorasiz, tadbirsiz qilishimizga nurg'un sabablar bor qarindoshlarimiz. Biz hamda bizni mushu holatga keltirgan sabablarni, illatlarni tunib, shu illatlarimizni davolamay turib, biz har qanday bir ishda utuq qazanmaymiz, g'alaba qilmaymiz qarindoshlar. Chunki bu dunyoda Alloh subhanahu va taolo bir qonuniyatni bekitdi. Kuchlanishning qonunini bekitdi. Bizdek mushundaq ojiz, bechora, chorasiz holatga kelib qolishning qonuniyatlar bor. Buning illat sabablari bor. Biz mush illat sabablarni tunib, itiraf qilib, mush o'zimizdagi salbiylikni, o'zimizdagi pastlikni, o'zimizdagi Qur'on hadisning ruhiga, mazmuniga mos kelmaydigan joylarni o'ngshimay turib, Alloh subhanahu va taolo bizning holimizni asla yaxshilamaydi. Chunki Alloh buni qonun qilib bekitdi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda İnnallâhe la yughayyiru ma biqavmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dedi. Bu ayetning mazmuni navoda Allah subhanahu va taala bir qavmga bir qavmninki holi ahvolini dedi. Yani shu qavmning holi ahvoli nachar bo'lsa, mush bizdek ezilgan, xo'rlangan, palangan, qo'g'langan bir millatning holi mush ashundaq bir holatda bo'lsa, ular o'zlarini isloh qilib, o'ngishmoqchilik Allah ularning ustidagi balo, ofat, musibatni ko'tarib etmaydi. Bu bir Qur'oniy qonun, bu bir ilohiy qonun. Shuning uchun biz mayli jihad sohasida bo'lsin, mayli ilm ma'rifat sohasida bo'lsin, qandoq bir sohada g'alaba qilaylik deydiganmiz, oldi bilan o'zimizni isloh qilib, o'zimizdagi illatlarni o'ngishimiz kerak. Hamda bizningki illatlarimizni o'ngshash uchun o'zimizning dinini to'g'ri tushunishimiz kerak. Hurmatli hamshiralar, bizning dinimiz, ya'ni islom yoki sil biz bilan Allohning o'ttirsidagi aloqani sistemlashtirdi, ya'ni qonunlashtirdi. Yoki insoniyat bilan bo'lgan aloqamizni qonunlashtirdi. Dinni mana mushundaq ikki turga bilishga bo'ladi. Bu din yoki sil bilan bizning o'ttirimizdagi aloqani qoidalar intizomlashtirdi, qonunlashtirdi.
Yani mesela Allah qanda ibadat qilamiz, qanda sajda qilamiz, qanda tasbih etimiz, qandaq Allah subhanahu va taolani zikr qilamiz. Qatarliq mushu aloqani qoida intizomlashtirdi. Yoki o'zimizning qo'shnisi bilan, o'zimizningki atrofidagi kishilar bilan, tuqqanlar bilan, tijoratdagi sherikimiz bilan, er bo'lsak ayolimiz bilan, ayol bo'lsak erlarimiz bilan, ota-ona bo'lsak bolalarimiz bilan qanday aloqa qilishdak, mana mushundoq aloqamizni sistemlashtirdi. Mana din buningdan iborat. Allah subhanahu va taolo bizni yaratdi va bizga payg'ambarlarni avatdi. Allah subhanahu va taolo mushu dunyoda baxt saodatlik, ya'ni qanday qilganda baxt saodatini yashay olamiz, buni o'rgatish uchun bizga osmondan kitoblarni nozil qildi. Kimki qarindoshlar, ma'ni aniq anglaydi. Kimki shu Qur'oni Karimda o'ttiril qo'yilgan hayotlik qonun bo'yicha yashaydi ekan, samaviy kitoblarning ta'limotining ruhi bo'yicha, Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning ta'limotining ruhi bo'yicha yashaydi ekan, bu dunyoda cho'qim baxtli yashaydi. Yani şu çağda mana bu ulug' islom dinining mevasini uzalaydi. Mana bu islom dinining halovatini tetiyalaydi. Mana bu islom dinining huzuri bilan huzurni alaydi. Kimiki Qur'on, hadis, samaviy kitoblardagi ta'limotlardan jiroqlashadi ekan, bu odamning hayoti cho'qim baxtsiz bo'ladi. Chunki bu odam bunda deganlik o'zi bilan yaxshi muomala qilolmaydi yoki atrofidagi kishilar bilan to'g'ri yo'sinda muomala qilmaslikdan hayotida bir xil bir nuqson bo'ladi. Hayoti baxtli bo'lolmaydi. Hamda Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: "Va laqad karramna bani Adam." Biz insoniyatni, yani bu yerda musulmon ne demedi, bu yerda payg'ambar dedi. Biz umumiyuzlik insoniyatni eng ulug' yaratdik. Ularni hurmat sazovarga namoyon qildik deydi qarindoshlar. İnsanlar hammadan ulug'. Yani kainatda haddi hisobsiz har xil jonliqlar, kainatlar, mavjudotlar bor. Shuning ichida islom dinininki nuqta nazari bo'yicha essak eng ulug'i inson. Yani inson eng muhim omil. Bu ayetten Allah subhanahu wa ta'ala şu insanni ulug'lashqa ve şu insanның şu o'rniga loyiq Allah ulug' yaratdim degan o'rniga loyiq muomala qilishqa bu oyat shuni buyurdi bizni. Shuning uchun masalan Rasulullohning hayotida qarasak, bir kunsi Rasululloh sahoba bilan o'ltiribdi, oldidan bir jinoza o'tdi. Rasululloh o'rnidan dast turib şu cinazaga hürmetini bildiripti sahabeler. Ya Resulullah, bu ötkini Yahudinin cinazası, yani bir kafirinin san iman etmegan, bir Kur'an'a iman etmegan, bir kafirinin cinazası, Yahudinin cinazası deyipti Resulullah. Aleyhisset nefsidir. Yani bu bir adam emas mı? Bu insan emas mı? Yani demek Resulullah şunun Yahudinin cinazası keligini bilip durup orundan kopkan demiş kadıysa, onun ademinikiye, onun insonligiga hurmat qilgan. Xo'sh, endi bu yerda sen nima demoqchi degan vaqtida qarindoshlar, biz oldingi darsimda mushu islom va safa degan darsni so'zildim. Safa degan nima qarindoshlar? Men shu safa orqali biz insonlar bilan muomala qilamiz. Hatto biz safa bilan Alloh subhanahu va taologa ibodat qilamiz. Ibodat kim safa ketadi? İnsaniyet bilan aloqa qilishim safa ketadi. Biz mushu dunyoda oxiratda baxt saodat ichida yashayli deydi ekanmiz. Qur'on hadisda tilg'ilingan safa qimmatiga amal qilishimiz, o'zimizda safa ingni barpo qilishimiz, yetildirishimiz, ish harakatlarimizda, gap so'zlarimizda safa o'zlashgan bo'lish kerak qarindoshlarim. Hamda bu safa degan gap nima degan gap desanglar, men o'tgan haftam dedim, yana bir takrorlayman qarindoshlar. Esinglarda ching tutinglar. Safa deganimiz
har xil ijtimoiy munosabat, turlik aloqa va muomaladagi oliyjanobliq, odamgarchilik ko'z tutildi. Ya'ni boshqalar bilan muomala qilgan vaqtida jushqunlab turgan ruh, ya'ni qizg'in muomala, isil pozitsiya, go'zal harakat, yiqimli so'z, kulimsirgan tabassum qilgan chiroy, xizmat o'rinlarida, ommaviy tashkilotlarda, ibodat qilgan joylarimizda, uylarimizda adablik bo'lish, pokiz bo'lish, ratlik bo'lish. Mushni biz sapa deymiz qarindoshlar. Shuning uchun men sizlarga o'tgan darsda dedim, islom dinimiz bizga qanday kiyim kiyimiz, qanday yeyimiz, qanday ichimiz, qanday uxlaymiz, qanday mingimizdan tortib, voy jonim qarindoshlarim, hatto Qur'oni Karimda bizga minishni o'rgatgan. Qanday minishni o'rgatgan qarindoshlarimiz. Qanday o'ltirishni o'rgatgan. Ya'ni qarab baqsak, dinimiz uburniga qanday kirib, ta bir davlatni qanday qurib, qanday boshqurishdan tortib o'rgangan. Shuning uchun Ibn Qayyim Javziy rahmatullohi alayh mushu dinni tushundirib, bu dinning asosi bo'lsa deydi. Ya'ni islom dini insoniyatning manfaati, dunyo oxiratlik manfaatini vujud chiqarish uchun kelgan deydi. Men anglab turlar. Ya'ni Ibn Qayyim Javziy rahmatullohi alayh bizning shariatni, dinimizni tushundirib, dinning asos prinsipi insoniyatning ikki dunyolik baxt saodat uchun kelgan. Shuning uchun bu dinning hammasi adolat, dinning hammasi rahmat qarindoshlar. Bir narsani qildisim rahmat, qilmadisim rahmat. Dinning hammasi insoniyat uchun manfaatlikdir. Dinning hammasi hikmat durdoniga to'lgandir. Har qanday bir masala adolatdan zulmga qarab mangsa bu dindan emas deydi qarindoshlar. Mana tushuninglar. Ya'ni sizga zulm qilsa, zulm qilib turib Qur'onda mushunda bor, hadisda mushunda bor, ishonmanglar. Chunki deydi, har qanday bir ish adolatdan zulm tarafga qaragan bo'lsa, bu dindan emas deydi. Ya'ni buni tushunishimiz kerak. Ulamolarimiz shunday deydi. Har bir ish adolatninki doirasidan zulmning doirasiga chiqqan bo'lsa, bu hargiz dindan emas. Har qanday bir ish mehribonlikdan, kuyimchanlik doirasidan uning aksiga qattiqqo'llik, qo'pollik mush doiraga chiqsa, bu dindan emas. Har qanday bir ish insonning manfaati uchun xizmat qilmay, insonning ziyni xizmat qilsa, bu dindan emas deydi. Har qanday bir ishning hikmati bo'lmay, qalaymi-qad bo'lsa, bu dindan emas deydi. O'ylab baqinglar qarindoshlar. Ya'ni sen buning har qancha dini tusbirib bu ishni dinga akirman desamu, bu din emas. Chunki din bo'lsa insoniyat bilan Alloh o'ttirsidagi adl adolatdir. İnsan bilan Alloh o'ttirsidagi kuyimchanlik, mehribonlikdir. Din bo'lsa Allohning yer sharidagi soyisidir. Shuning uchun mana din mushundaq din deb Ibn Qayyim Javziy rahmatullohi alayh dinni bizga mushundaq tushundirgan. Hamda biz Uyg'ur musulmonlarninki mushu sapoyimizda ko'rilgan masala. Mayli yurib turishda bo'lsin, mayli gap so'zlarimizda bo'lsin, mayli yemek içmeklarimizda o'ltirib qo'pishlarimіздagi mush saposizlik nimaning ifodasi desanglar, bizning iymonimizdagi bir nuqsonning ifodasi yoki dinimizga bo'lgan tushunchadagi bir nuqsonning ifodasi. Har qanday odamning qarindoshlar mush saposi to'van bo'lsa, sapasida masal ko'rilsa, chuqum bu odamning iymonida masal borligini, o'zining dinini tushunmaganligini chuqum bilsanglar bo'ldi. Mana bu aniq bir masala. Shuning uchun kimki sapada, axloqda, silidan yuqori bo'ldi ekan, %100 ishonch qilinglar, o odamning iymoni sildan kuchli. Xo'sh, endi mushu sapa masalasiningki naqadar muhimligini oldingi darsimda so'zladim. Yana mushu darsimdami yine sapaning muhimligini ta'kidlagim keladi qarindoshlar. Chunki bizning qarindoshlarimiz nurg'un ishlarimizning ahmosligi,
bizde bir qo'mondonning bo'lmasligi, bizde musulmonlarning ittifoq bo'lmasligi, bizning ishlarimizning kun siri olg'a bosmasligi, hammasininki asosliq chatig'i mush Uyg'urlarda sapa masalasida deb keldim. Hatto men qarindoshlarimiz o'tgan darsda dedimki, şu o'zining jinni tikib Alloh yo'lida jihad qilgan qarindoshlarning mavul lag'maya oldi, biz lag'mayimidik deb so'qishib o'zaro datalash qilganini men tilg'ab o'tdim. Mushum bir sapa masalasi. Men Alloh subhanahu va taolaning muvaffaq qilishi bilan jihodiy jamoatlarning qatida yashab baqdim, da'vat tabliğ jamoatining qatida yashab baqdim. O'xshamagan islomiy iqimlarning qatida orasida yashab baqdim qarindoshlar. Bu sapasizlik nihoyatda ig'ir dinimizga tushgan bir mitkan bu. Dinimizdagi bu bir xil saqaymas keselkan. Bu dinimizningki bo'yniga chiqib qolgan bir yomon ig'ir illat keselkan. Shuning uchun men mush Uyg'ur musulmonlarimizning bir sapasi bo'lib mush hamshiralarimizning bir sapasi o'ngshilib qolsa, kishilar buningga qarab dinning go'zalligini mush hamshiralarimizdan ko'rsa, hamshirimiz qarab bu dinga boshqalar kirsa deganligim uchun mana bu sapaning haqida yana ikkinchi qatim dars qilib o'tiribman. Nima uchun qarindoshlar? Kishilar bizning dinni mush dindorlardan qarab o'rganadi. Dinni kishilar ig'izimiz hozir insonlar ig'izdan chiqqan gaplarga ancha parvo qilmaydi. Chunki mushu tashviqot qurollarining taraqqiy qilishi, bu gap qilishning kinoyati bak umumlashishi, hammadan gapga qilalaydiganligi hammadan bulkat hozir. Har qanday oxunim shunda fasohatlik, balog'atlik so'zlasimi, to'ptironi bu oxunimning qilgan qiliq qaraydi degan qoldi qarindoshlar. Biz ko'ryapmiz, haramning imomlaridan tortib, jihad maydonidagi qo'mondonlardan tortib, da'vat maydonidagi notiqlardan tortib, gipi qarasak shundoq go'zal, ammo qilmishi qarasak amaliyotda dinningki aks bo'yicha bo'layotgan. Shuning uchun kishilar buni tushunib yetib hozir dinni kimdan elyotdi desa, amal qilganlardan o'rganyotdi. Shuning uchun bizmi gap so'zlarimizda, ish harakatlarimizda, ilm birimlarimizda, qo'shnichiligimizda, ijtimoiy munosabat aloqalarimizda dinning sapasi namoyon bo'lsa, gavdalansa, mujassamlashsa, kishilar oningdan keyin ha bu din nima degan go'zal din. Bizning ayol bo'lsak, erlarimiz bir musulmon ayol og'anlikdan xo'shal bo'lsa, faxrlansa, ayollarimiz o'zining bir musulmon yigit tekkanlikdan kambag'al bo'lsa-mu, musulmon yigit tekkanlikdan faxrlanib, shuningdan xo'shal bo'lalasa, mana biz musulmon. Shuni Rasul akram sallallohu alayhi vasallam xayrukum li ahli va ana xayrukum li ahli dedi. Sizlarning eng yaxshinglar o'zining oil tavobatiga yaxshi bo'lganlar. U dadi bo'lsang, ballering sendan faxrlansa, sen uydan chiqib ketsan emas, uy kirganda ballering xo'sh bo'lsa. Ayolın senin uyundan çıkıp ketganda demay, uydan sen sırtın kirganda deb hadığı çıksa, mana sen musulman. Bu sen keç gündüz namaz oku, roz tut qarindoshlarimiz, bunun ahmiyati bo'lmaydi. Bu sapa demek, iman demek. Belki sapa imanның asaslık illeti ve imanның cevheri ve imanның meyvesi. Yani Qur'on-i Kerimdagi amal solih degan mana dal mushu sapani ko'rsatdi qarindoshlar. Shuning uchun biz Qur'on-i Kerim qaraydigan bo'lsak, nurg'un oyatlar bor. Buning ba'zi misollarini men so'zlay. Masalan, Alloh subhanahu va taolo Hujrat surasining 2-oyatida: "Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون." Ey Allah iman etgan müminler, sizlar payg'ambarning ovozining ustiga ovozingni ko'tarmanglar. Ya'ni payg'ambarning ovozidan sizning ovozinglar ustun chiqatmasin qarindoshlar. Ma adab, axloq, safoga qarayli. Bizdan hozir Turkiyadagi musulmonlarning qaqshashining sababi shu. Vang gap qilamiz. Hatta ikkimiz yaqin tursak vang gap qilamiz. Bu qanday gap bo'lib ketgan qarindoshlarim. Men mushu 94-yillar Rossiyaga chiqib, Qozog'istonga chiqib, ajoyib hayron qolgan. Bütün aşxonalari ajoyib yo'g'on bo'ldi ekan.
faqat ya cho'kining taraxtur qilgani ya ovozni anglamaydi ekan. Biz ularni kafir deymiz. Ko'ch avtobuslarga chiqib shunda hayron qoldim qarindoshlarimiz bir odamning ovozini anglag'ili bo'lmaydi. Siz biz musulmonlar bir sorun kelib qolsak, o'ylab baqilib to'ylarda, mush yig'ilishlarda tabliq qilib deydi. Tabliq qilsak, varang, cho'rongning dadida tabliq qilgan odamning ilhomi qachon mush gapni tugatirmishadin chiqitakanmiz deymiz endi. O'ylab baqilib jonim qarindoshlarimiz. Bu nadiki musulmondachilik bu. Bu musulmondachilik faqat namoz, roza, zakot, haj mushundaq shakldan iborat. Javhirni yo'qotgan puchak bir narsaga aylanib qoldimi? Shuning uchun qarindoshlarimiz biz haq Qur'oni Karimda shuni Alloh subhanahu va taolo ya ayyuhallazina amanu aminu dedi. Iymon etganlar, yine iymon etinglar deydi. Nima uchun iymon qilib iymon etinglar deydi? Ma jin iymon etinglar, ras iymon etinglar. Ma iymon sizning gap so'zlaringda, harakatlaringda ifodalansin. Iymonning mevasi amal solih degan mushu sapa deb bizga mushundaq deydi qarindoshlar. Men sizlarga oldin bir 5 minut 10 minut burun islom dini hatto mingishni o'rgatadi degandim. Mingishni o'rgatgan oyatim deb biray Luqman surasining 19-oyati. Allah subhanahu wa ta'ala deydi: "Waqsid fi mashyika waghdud min sawtika inna ankaral aswat la sawtul hamir." Manganchaqda dadillik, tamkinlik bilan mang deydi qarindoshlar. Ma Qur'oni Karim, ma oyat manganchaqda tamkinlik bilan ayniga mayna qarab daldangshib yoki osmon qarab panqaydak mangmay raurus dadillik bilan qalam tashlab mangan ovozingni past qilgan deydi qarindoshlar. Yana ma oyat nima deydi? Ovozingni past qilgan. Bunda manga vaqtida to'lab, vaqirab, jaqirab mangmay ovozingni past qilib mangan. Chunki bu ovozlarning eng sati eshakning ovozidir. Eshak hang qildi. Sen bir musulmon bo'lgan ekan, ovozingni past qil deydi. Mana bu biz sizlarga sapa degan chaqda, mana bu Qur'oni Karimdagi bizningki oyatlarimiz, dalilimiz mana shu. Uylarimizda televizorlarni, mashinada ketib olgan chaqda mashinadagi unalg'ularni shunda echib qo'yib qo'yamiz. Qo'shnilarimiz bizdan beorom bo'ladi. Doktorxonaga kirgan chaqda ovozimizni ko'taramiz. Maktablarga borgan chaqda o'ylab baqili qarindoshlar. Mushu Turkiyada Osmonlining davrida mushu Kesalba uyning oldiga bir narsa qo'yib qo'ydi ekan. Aliqi ko'chada bina setib kelgan sayyora tijoratchi jiroqdan shuni ko'rsa, ha, ma uyda kasal bor ekan deb, aliqi voy uni olaman, buni olaman deb to'g'lamay u yerdan jimjit o'tib ketar ekan. Ya'ni islomning xilofat mush Turkiyada mushunda ishlar bo'lgan. Hatto ikki xil halqa bekitib qo'ydi ekan. Bir xil halqinchasi bir xil ovoz, yana bir xil halqinchasi bir xil ovoz chiqar ekan. Uyning sohibi ash halqining chilingan ovozi qarab turib, uy kelgan odam ayol kishgan, ishni ayol olsin, halqi bir xil chilinsa, uy kelgan odam er kishgan deb bu uyni er kish ochadi ekan. Mana bu bizning ajdodlarimizning, mana bu Turkiyadagi musulmonlarningki o'z vaqtidagi qarindoshlarimiz sapasi mana bu. Bütün dünya moş hammam munchini faqat moş Turkiyalikdan musulmonlardan o'rgangan qarindoshlar. Yevropaliklar hammamning nimaligini bilmaydi jonim qarindoshlarimiz. Mush Turkiyada hammam paydo bo'lib faqat mush Istanbulning o'zida o'z vaqtida 24 ming hammam bor ekan qarindoshlar. O'ylab baqinglar. U chet elda u Yevropalikdek hozir yo'qda ne uburni ne hammamni uqmaydi. Ularda yilda 2 yilda bir qatam juyindigan ahvol bor ekan. Shuning uchun biz mushundaq bir millat, mushundaq musulmonlar edik. Ma davrimiz kelgan chaqda xalqlar bizni pis deydigan bo'lib qoldi. Maktabga borsak, ballarining nimandaq ratq kelmaydi deyotgan. Ma ballarining nim deb munchiq sanmaysan deyotgan. Ma ballaring deb hatto mush fanniy maktablardan bizga mushundaq inkoslar kelyapti qarindoshlarimiz. Hamshiralarimiz, har birimiz islomning bir vakillari. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda: "Ey mu'minlar, her biringlar islomning chegirsidagi askarlar. Dushmanlar sil tug'ayadan o'tib ketmasin" degan. Bu nima degan gap desa, har biringlar islomning vakillari, islomning obrazchilari, islomning elchilari, sil orqali boshqalar islomni yomon ko'rib qolmasin, islomga haqorat keltirmasin degan qarindoshlarimiz. Buni hammamiz bilamiz. O'ylab baqili, Qur'oni Karimda hatto birovning uyiga qanday kiramiz, bir qarindishimizni qanday chaqda ziyorat qilamiz. Mana mushning tatib o'rgatdi emasmi?
Allah subhanahu wa ta'ala Ahzab surəsinin 53-cü ayətində şundaq deyir. Ya eyyuhellezina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyuzana lakum. Digini ey Allah iman etgan kişiler sizlar payg'ambarning uyiga iznisiz kirmanglar. Yani birisinin uyini aldık kilam işin tok çıkıp men geldim demey. Aldı bilen izni elip telefon bo'lganken telefon elib qarindoshim men seni ziyorat qilmoq istim qachon vaqting yetadi deb menda izn olib kelinglar dedi. Uyga kirsanglar uyda nima bordi to'risqa yo uya buya qaramanglar dedi. Nima deydi u? illa ay yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nazirina inah dedi. Tamuqini insan qachisi qarama dedi qarindoshlar. Nima degan esil sapama u? Biz uy kirsak zodi uydagi hamma narsa ko'z silib, hatto ish yepilib qolamiz, ishni buyjugdan, ramlardan atrofiga hamma narsaga ko'zimizni yugitib chiqamiz. Ma islom dinda, Qur'oni Karimda tamoqini yesang qochsa qarama deydi. Bir kunsi shu ismini unutilib qoldim, nayt katta bir olim bor. Bu olim birisining uyiga tamoq yegil bordi. Borgandan keyin shogird qo'pab voy bu tamoqni bir ayol kishi akeldi degandan keyin sen qandoq bir inson, men 30 yil bo'ldi bu oyda tamoq yeyapman, tamoqning er ya ayol ekanligiga qaramagan tem senden deb qariding deb ayıplagan qarindoshlar. Chunki bu olim mana mayatni o'qigan. Siz bir uy kirsanglar tamoqini yeb qochisi qaramanglar deganim degan gap. Ya'ni ko'zingni hammaga qarab qaqni uyda ko'zingni paltirib yurmay, qaraydiga qarab adab, axloq, safa bilan o'ltu deb bizga bunu uyg'onatadi. Deb bo'lib deydi. İza du'itum fadkhulu. Agar sizlar bir chaqirsa kelinglar. Agar tamoq vas tamoq yanglar, tamoqni yeb bo'lib kot qilib gapni uzoqlamay asta qo'pab chiqtinglar. Nomdaq ig'ir mehmon bo'lmanglar deb mana mushuning hammasini bizga mushunda o'rgatyapti qarindoshlar. Demak, o'ylab baqili bizning Qur'oni Karimimizda bu oyatlarni o'qisak, ya ayyuhallazina amanu لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نسائهم عسى أن يكون خيرا منهن وإلى بقلة أي مؤمنlar bir-biringlarni masxir qilmanglar. Sil masxir qilgan odam balki sizlardan yaxshi bo'lish mumkin. Ayollar bir-birini masxir qilmasin. Balki shu masxir qilgan ayol masxir qilinguchi masxir qandan yaxshi bo'lish mumkin. Bir-biringlarga laqam qo'ymanglar, ayib qo'ymanglar. Bir-biringlarni yaxshi ko'rmaydigan ism bilan chaqirmanglar deb mana Qur'oni Karimda mushundaq hammasi ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا bir o'zaro gap tepishmanglar, o'zaro josuslik qilishmanglar, suxanchilik qilmanglar, chiqimchilik qilmanglar, g'ayvatlik qilmanglar. Mushning hammasi qarindoshlar Qur'oni Karimdagi oyat, Hujurat surasidagi oyat. Biz mushning qanchalik amal qila oldik qarindoshlar. Bu islom dinimizda anglab o'zimizning saviyasini oshirib oldigan yoki menda Urumchi kashlik gazeti o'qib bir ma'lumot egallab oldigan din emas. Biz buni anglab bo'ldi, bitdi, amal qilsak bo'ldi qarindoshlar. Men mush so'rinda o'ltirgan hamshirlarga, o'zimga va mushni tor orqali anglayotgan barliq qarindoshlarimga shuni tavsiya qilamanki, biz mush bir darsdagi bir sapa tushanchisini tushunib, shuningga amal qilsak, ondan keyin Allohning rahmati yog'di qarindoshlar. U anlab qo'yib amal qilsak Alloh subhanahu va taolo masaluhum kamasalil himar yahmilu asfara ashundaq dinni bilib anlab amal qilmaganlarning masalasini Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir yerda dumbisiga otib olgan eshakka o'xshatsa, yana bir yerda kashki tilni chiqarib boshda qasrab turgan bir ishga o'xshatgan. Qur'oni Karimda eng sat gap bor desa, mush ikkisi shu qarindoshlar. Shuni kimga o'xshatgan desa, dinda anlab, tushunib amal qilmaganlar. Shuning uchun qarindoshlarimiz mushu Qur'oni Karim, hadis shariflarda bu safaga doir oyat, hadislar to'shaq. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. O'ylab baqing. Siz bir yerda o'ltirsanglar, bir shundoq kelib bir o'rin izlasa darhol o'rin beringlar. Bu oyatning ma'nosi hozir mashina haydaymiz, ko'chada tijorat qilib bir narsa qo'yamiz, masjidda namoz o'qiymiz. Mushada darhol boshqalar kirsa, ozroq yig'ilib o'rin berish qarindoshlar.
Masalan, bir kunsi bir odam bir Rasululloh masjid o'tiradi, masjidga kirdi. Kirgan keyin Rasululloh mundaq midrab azroq munda bir harakatlanib qo'ydi. Shuni heliq saraliq Arabiy Rasulullohni qishiga kelib, "Ya Rasululloh, bu masjid kengortsa, shunchalatsa sen qo'pab bir urum beryapsan-ku" degan keyin bir qarindish kelsa, ashning hurmat bildirib, shuning urum berish kerak. Mu'min musulmon degan mushunda bo'ldi deb hadis sharifda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam mana mushunda bayon qilgan qarindoshlar. Mana bu sapa tazliq sapa qarindoshlar. Mush tazliq kiyimimizning pokiz bo'lishi, hammamiz bilamiz, dinimizda pokizlik imanning yerimi, islomning yerimi dedi Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo innalloh yuhibbut tawwabina va yuhibbul mutatahhirin. Ikki xil odamni Alloh yaxshi ko'rganlar. Gunoh ma'siyatdan tövbe qilib pak bo'lgan bilan mushu maynatchilikdan pak bo'lgan ikki xil odamni yaxshi ko'raman degan bu oyatning ma'nosi. Ya'ni bu yerda gunoh ma'siyatdan iborat ma'naviy maynatchilikdan va yuhibbul mutahhirin degan mushundaq uyimizning pokiz bo'lmasligi, o'ltig'ayimizning pokiz bo'lmasligi, bir yerga to'plasak ash u burni degan qolamasız bo'lib, ey qarindoshlarim, mana shunday so'ronga berib baqtoq. Endi bir namzu qo'yilib u burni taltaraga kirsa kirgil bo'lmaydi bu Uyg'ur o'ltig'ayada. O'ylab baqinglar jinim qarindoshlarimiz. Biz buning o'zi gunoh ma'siyat, buning o'zi islom qilingan xiyonat, buning o'zi imonimiz qilingan satqulluq qarindoshlarimiz. Buni tushunishimiz kerak. Agar biz o'ltirgan so'rinimizga ikkinchi bir odam kelib, nima degan pokiz demasa, biz yog'an musulmon, saxtipaz musulmon, faqat shaklivaz musulmon, shaklimizni har qancha qilsak qarindoshlar, har qancha dini tusbirib o'zimizni bir musulmon ko'zga tirsaqma, agar ma sapa ilmiga, ma sapaga ahamiyat bermaydi ekanmiz, biz yolg'onchi, rasmiyatchil, shaklivaz musulmon. Men demayman buni qarindoshlar. Men o'tgan haftada islom dinidagi 5 islomning arkoni, namoz, zakot, haj, ro'zaning nishon maqsadlarini deb ataman. Har birisida bu sapani ta'kidlaydiganligini sizlarga deb qo'ydim qarindoshlarimiz. Takrorlasak vaqt pek uzun ketadi. Masalan, Rasulullohning hadisi alayhi qarindoshlar. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni deydi. Yani bir odamning iymonining go'zalligi o'ziga munosabatsiz ishlarga aralashmaslikda deydi. Ma go'zal maqsadga qaranglar qarindoshlar. Yani bir odamning iymonining go'zalligi o'ziga munosabatsiz ishlarga aralashmaslikda ifodalanadi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Mush hadisga bir amal qilaylik. İgizmu, pakamu, lagmayamdu, somaniyamdu, iştikmanamdu, aslamakamdu, vay senin nemi çatkın? Sen üzerine bil. Resulullah dedi, münasibetsiz işe arlaşmagallık imanın güzelliği dedi Kur'an-ı Kerim'de. وَلَا تَقِبْ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ kullun ulaike kana anhu mes'ula. Sen üzerine münasibetsiz işler arlaşma. Senin küzün soruldu. Senin kalbin soruldu. İnne sam'a vel basara vel fuad kulaymas. Küzün, kuluqun, jürükkeş hemmesinin hesabı sen üzerine münasibetsiz işler arlaşıp üzerine işletme deb Kur'an-ı Kerim'de vasa qarindoshlarimiz. Şunun için şu sapa meselesiga dikkat qilaylik. Yenilmen bu yerda tek sapaning tafsilotiga kirmadim. Hozir men sizlarga qarindoshlarimiz asosiy jihatdan sapaning muhimligini so'zlayapman. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda insonlarni sifatlaydi. Ya'ni innal insana xuliqa halu'a iza massahu ash-sharru jazu'a va iza massahu al-khayru manu'a deb kelib nima dedi? İnsanlar nahayta aldıranlığı keladi. Beşik şunda bir iş kep boğaça vay allı deb to'g'laydi. Endi ma'qul deb Allah onu mal dünya bersa bixillik qildi. İnsan degan mushundaq narsa deb bo'lib illal musallin. Ama namoz o'qali bunda qilmaydi. Ko'rdingizmi qarindoshlar? Ya'ni namoz o'qadim degan sapoliq bo'ladi. Undaq allı to'g'laydigan, vaqiraydigan, shunama o
Bəmiz əsli vaqıraydigan, bəz pitili qılıb Allah'ın işletmeydigan bu namzuqadalı bunda bulmaydı devet kardeşler. Şunun muş ayetinin məzmununa asasen Müslüman sapasız bulmaydı, sapasız Müslüman bulmaydı. Müslüman bolsa mu şu şekli dinnin fakat küçüğünü düşengen, cevürünü düşengen, belki dinni tətir düşengen adam desek buldu kardeşlerimiz. Mesela şunun için muşu Müslümanlar hicretninki 5-yilisi Habistan'a hicret kıldı. Bunu hemmimiz bilmez. Habistan'a hicret kılgan vaqtida Neccaşi muş İslam dininin qandaq din ekanligini anlap baqish uchun musulmonlarni chaqirib, qani dininglar aslından qandaq din deb qilinglar degan chaqda Ja'far radhiyallohu anhu dinni manda tushundigan qarindoshlar. Ya'ni silmani obda anlab, bir odam islom degan nima desa, mush deb pasanglar bo'ladi. Nima deydi? Eyyuhal melik, hey padişah alileri, biz cahilliyette yaşaydıgan bir millet idik. Butlağı ibadet kılattık, ülüklerini yeyittik, zinayı pahişlerine kılattık, tuqqandacılık bilen asla kımayttık, hoşunlarga azar berettik, küçükler acizlerini bozuk etti. Mana muşundaq bir halette yaşavasak, Allah subhanahu ve taala bizge özümüzün içinden bir peygamber evetti. Biz o peygamberinin aile kilip çıkışını bilimiz. Rastçılığını, samimiligini bilimiz. Omanetdarlığını bilimiz. İffetlik, pak, dindar adam ikenligini bilimiz. Muşundaq bir adamını evetti. O adam qaranglar, bizni birinci bulup fakat Allah'ı ibadet kılışkı çaqadı. İkinci bulup butni taşlaşkı çaqadı. Onundan keyin rastçıl buluşqa, omanetke, xiyanet qilmaslikqa, tuqqanlar bilan yaxshi o'tishga, qo'shnilar bilan yaxshi o'tishga, bulmug'ur ishlarni qilmaslikqa, boshqalarning qinni to'kmaslikka, sat gap, sat so'z, sat qilmishni qilmaslikqa, yolg'on gapni qilmaslikqa, yetimning milini yemaslikka, boshqalarga bo'hton qilmaslikqa deb bo'lib, onundan keyin namoz o'qishga, zakat berishga buyurdi deydi qarindoshlarimiz. Men o'ylab baqili. Rastchil bo'lish, ig'izimizga ega bo'lish, sadqa qilmaslik, boshqalarning ko'ngliga aziyat vermaslik, boshqalarning kaynidan gap topmaslik, isil oliyjanob mu'minlarga tuhmat qilmaslik, mushning hammani deb bo'lib, onundan keyin namoz o'qishga, zakat berishga buyurdi deb, namoz, zakatni hammani kaynidan dedi. Demak, dinni mushunda tushundi ular qarindoshlarimiz. Hey, o'ylab baqili. Ular dinni mushunda tushundi. Nima deb tushundi? Nima dedi? Biz mushundaq eski odamlar edik. Rasululloh bizni qo'shnilar bilan yaxshi o'tishga, tuqqanlar bilan ap o'tishga, omonatni xiyonat qilmaslikqa. Shundami? Omonatni xiyonat qilmaslik. Bu bek cho'ng mavzu inshaalloh men sizlarga bu omonat xiyonat qilmaslik nima ekanligini maxsus bir dars qilib so'zlab beraman qarindoshlarimiz. Qo'shni bilan yaxshi o'tish. Hey, bizning Turkiyadagi dardimiz mushu emas qarindoshlar. Uyg'urlarga uy vermaymiz. Bu nima degan gap? Shuning uchun biz ma'nim deydi, qo'shnilar bilan yaxshi o'tishga va ig'iz va nahananil fuhsh deydi. Fuhsh degan kiyim-kechakdan ratlikka emaslik qarindoshlarimiz. Og'izdan har xil nashoyan gaplar chiqish, ishqib har qanday bir sat qiliqni islom dinida fuhsh deydi. Ya'ni rassiz yurish, vaqt rioya qilmaslik, gap so'zi, adab axloqqa uyg'un bo'lmaslik, mushuning hammasini Rasululloh mushuni chekladi, yolg'on gap qilishdan chekladi deb bo'lib, boshqalarga tuhmat qilishdan chekladi deb bo'lib, ondan keyin namoz o'qishga, zakat berishga buyurdi deydi. Mana dinni sahobalarimiz mushunda tushungan. Biz mushuningdanmi qarindoshlarimiz bu dinimizning naqadar sapoga ahamiyat beradigan din ekanligi. Hey, o'ylab baqinglar. Rasululloh deydi: "La yahillu li ahadikum an yanzura fi kitabi akhihi bighayri iznihi" deydi. Bu nima degan gap? Sizlarning biringlar, ya'ni siz mu'minlar yeningizda bir odam kitob o'qib yoki xat o'qib o'ltiribdi, gazet o'qib o'ltiribdi, ya menda telefon qarab o'ltirsa, shuni ruxsiz shuning kitobiga telefonini qarash halol emas deydi qarindoshlar.
Sapa mı sapa emasmi? Yanmışta o'ltiribdik. O'lsak, yenimizdeki adam gezdi qo'tgan bo'lsa, gezdi qarash olmaydi. Kitob qo'tgan bo'lsa, kitob qarash olmaydi. Qulda bir salom xatni qo'tgan bo'lsa, salom xatga iznisiz qarashga bo'lmaydi. Manda telefonda kino ko'ryapsa, manda tan ko'rib olishga bo'lmaydi. Xabar ko'rayotgan bo'lsa, shuni ruxsiz ko'rishga bo'lmaydi. Hatto bir ayolning telefonini ruxsatsiz olib qarashga bo'lmaydi, mana bu qarindoshlarimiz. Bizda mana shu boya erining telefonini o'g'irlik chiqarayotgan, xotinning telefonini o'g'irlik chiqarayotgan, hatto balangning telefonini olsin ruxsat so'rab olish telefonni. Men demadam Rasululloh deydi, halol bo'lmaydi bu deydi qarindoshlarimiz. Mushundaq o'ylab baqili, 1400 yil burun bizning dinimiz bizga mushundaq sapani o'rgatib olsa, bizning holimiz nada qarindoshlarimiz? Bizni ko'chada o'ltirsak qanda o'ltirishqa, mangsak qanda mingish, ya Allah, uburni kirsak qanda kirish, davlat qursak qanda davlat qurish. Hey, o'ylab baqili, mushundan tatib bizga 1400 yil burun o'rgatdi. Hozir ma nimada xalqaranda mandaq bir ilm bor. Buni ma arabchada etiket deydi, uyg'urchada adab qoida desak bo'ladi. Buni maxsus diplomatik odamlar, diplomatik shaxslar chuqum 3 oy, 6 oy o'qish kerak. Buni nima o'qiydi? Masalan, biz Uyg'ur bir diplomatik Turkiya kelgan bo'lsa, mush Turkiyada qanda xalqlar tamoq yeydi, qanda kiyim kiydi, qanda yurib turdi, jinoz adam o'lib ketsa qanda qildi, to'y qanda qildi. Ish qilib shu bir millatning butun madaniyatini bulib mush millatdagi eng ilg'or ishlarni chuqum shu diplomat o'rganish kerak. Endi hozir dunyoda ashda maktablar bor, mushni o'qitadigan kasbiy doktorlar bor, kitoblar bor. Mush kitaplarni o'qib baqdim qarindoshlar. Hatto men to'g'ri kirib, mush to'g'riliq so'zlagan olimlarning, diplomatlarning qanday tarbiyalaganini anglab baqdim. Qarab baqsam hammasi 1400 yil burun Rasul akram sallallohu alayhi vasallam yoki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bizga o'qitib bo'lgan gapga qarindoshlarimiz. Ya Alloh. Ma hayron qoldim juma. Ma 1400 yildan keyin insonlar ma sapo degan ma ekan, axloq degan ma ekan, diplomatik shaxs manda bo'lish kerak ekan, davlatning raisi anda bo'lish kerak degan. Ay bir davlatning raislarning ichida rais bo'lib qolsa, xotinning necha maslahatchisi, erining necha maslahatchisi shu maxsus shu sapo haqida shularga maslahat berib, mundaq qilamiz, undaq qilamiz, ma oqshimiz ma kiyimni kiyamiz, yig'inga borsak ma galasini taqib ma kiyimni kiyamiz, uxlagan chog'da ma kiyimni tushdan burun ma kiyimni, tushdan keyin ma kiyimni, manda yeymiz, manda ichimizni o'g'itadigan nurg'un kasbiy odam bo'ldi. Lekin 1400 yil burun bizni dinimiz o'rgatgan bo'lsa, qani bizdagi bu sapo qarindoshlar. Hey, biz musulmonligimizni, iymonimizni tekshirishimiz kerak qarindoshlarimiz. Mayli xohlamanglar, bizda chuqum masala bor, bir odamning sapasida masala bor deganlik iymonida masala bor. %100 bu gapimga ega qarindoshlarman. Shuning uchun men shu qarindoshlarning shu sapa masalasiga alohida ahamiyat berishni tovanchilik bilan so'rayman. Nima uchun deganda qarindoshlar? Shu bugün bir hammamiz bir amal qilganga muayyan bir temini, bir hadisni men sizlarga dey. Endi qo'l-qo'lini ding tutib olinglar. Men bu Allah subhanahu va taolaninki muvaffaq qilishdan chuqur mushning amal qilishga tirishib kelyapman. Ammo bugun men bu o'zimga bir va'da qilay, sizlar o'zingizga bir va'da qilinglar. Bugungi darsimizning xulosasini bir chiqaray. Mushada darsimiz bir oxirlasin. Anglab turinglar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamdan naql qilgan hadis sharifda mundaq deyilgan. Bu hadisni Imom Buxoriy, Imom Muslim naql qilgan hadis. Ya'ni %100 sahih hadis. Bu hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As'dan naql qilgan hadis. Ya'ni dangliq sahabasi bizlar. Nima deydi bu kishi desanglar, men Rasulullohning mundaq deganligini angladim. Bir odam kirib Menil muslim, ya Rasulullah, musulman degan kim o deb so'radi deydi. Menil muslim. Yani musulman degan kim o deb so'rabdi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam, al muslim man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi. Musulman degan, yani musulman degan kim o desa, musulmonning ta'birida turadi. Yani musulmonning o'lchimida turadi. Musulman degan yeni bir musulman uning qo'lidan va tilidan salomat qolsa deydi qarindoshlar. Mana anglab turinglar.
uning qulidan va tilidan salomat qolsa deydi. Zade bizning tilimizdan yana bir musulmon salomat qolmasa, bizning qulimizdan yana bir musulmon salomat qolmasa, biz zade haqqancha da'vo qilsaqmi, bizning dinimizda, bizning iymonimizda masal bor degan gap qarindoshlarimiz. Bu chuqum kallamizda aniq bo'lsin. Shuning uchun bir sahabiy shundoq deydi. Sening bir mu'minga bergan hadiyang tövendekidek 3 iş bo'lsin deydi. Ya'ni bir musulmonga bu 3 ishni faqat ayma. Agar sen bir musulmonga foyda manfaat yetkazmasangmi, chuqum uningga ziyon solma dedi qarindoshlar. Men olib turlar. Mush hadisninki mazmuni bu. Ya'ni bir musulmon yana bir musulmonning tilidan, qulidan salomat qolsa, undan keyin musulmon bo'ldi deydi. Bu gap qarta bir sahabiy nim deydi. Sen birinchisi bir musulmonga foyda yetkazolmasangmi, ziyon solma. Sen bir musulmonga xo'shallik ato qilolmasangmi, uning ko'nglini yerim qilma. Sen bir musulmonni boshqalarning oldida maqtashga ko'ngling unmasa, amsa uni tushama, uning ayibini ichib, uni boshqalarning oldida tushama. O'ylab boqing qarindoshlar. Men sizlarga mushaqda bir qism bir amaliy bo'lgan deb beray. Men mushu 2010'da Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye kelishdim burun men Suriye'ye geldim. Men Suriye'ye çıksam Türkiye'deki Müslümanlar beni tadqiq qilib, "Vay bu hain chiqibdi" deb muzokiralashdi. Bu gap men qulog'imga yetdi. Men parvo qilmadim. Ondan keyin Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye kelib mushu Türkiye jamiyatiga qarab baqsaq, bu ittifoqsizlik, inoqsizlik nihoyat og'ir ekan. Şunu ola ben qanday qildim desanglar, mush Türkiye'de ahli ilmi ve ameli faoliyat qilayotgan ustozlarni bir kunsi uyimga chaqirib yig'dim. Yani mush ikki suhbat tepilsa bizning sorun qatnasha oladi. Biri ahli ilmi, yani mulla bo'lish kerak. Ikkinchisi chuqum ameli bir ish qilayotgan bo'lish kerak. Kash kasildab ameli ish qilmagan odam kerak kelmaydi qarindoshlar. Muşlardan men yig'dim. Yig'sam bu sorunga men chaqagan odamdan birisi kelmedi, qolganlari asosiyatdan keldi. Masalan, Alloh rahmat qilsin, ustoz Maqsim Hojim bu sorunni bati, Abduqodir kam Turmudik Abduqodir kam bati va İbrahim Damollan bati. Alloh subhanahu taolo ulardan pat ardi ko'rishimiz qilsin. Muşlarni chaqirib, shuna biz sorunimizda birinchi sorunda mana mushu shart ostida o'ltirdik. Hatto buni daftarga yozdik. Bugundan boshlab qarindoshlar ayda bir qatim çay içişimiz. Bu yerde siyasi bir param bo'lmaydi. Faqat qarindoshlik, o'zaro tushunishni cho'nqurlashtiramiz. Bugungi birinchi sorunda olinadigan qaror, rasmiy qaror daftarini oldik. Bundan keyin bir-birimizni xo'shal qilolmasakmi, g'amkin qiladigan ishni qilmaymiz. Bir-birimizni maqtayolmasakmi, boshqalarning oldida so'kmaymiz. Bir-birimizga foyda yetkazmasakmi, ziyon bo'lgan ishni qilmaymiz. Va'da bo'lsinmi dedik, va'da dedik, shada qo'l qo'yishdik. Vallahi 3-4 ay, 5-6 aydan keyin bir-birimizga bo'lgan muhabbatlar chingishib, hatto bir oyga chidashmay pat-pat Maqsim Hojim kam Alloh rahmat qilsin, pat-patli chaqirib, ukunlarim kelin tamoq yeyildi. Shundoq bir yaxshi aloqamiz yaxshilanib, beshimiz bir yakilib, shunda ittifoqlashib ketdik qarindoshlar. Bu amaliy men yashagan bo'lgan ish. Hozir alhamdulillah İstanbul'daki Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği var, 70-80 alim var. Hiçbir alim bilen yeni bir alim otursa bir ittifaqsızlık yok. Bir dətalaş, düşmanlık, adavet yok. Elhamdülillah şundak ittifaq yaşavatımız. Çünkü muşundak sorularda oturup, çay içip, muşu boyunca, muş prinsip boyunca yaşap, bunun neticesini gördük. Yani men sizlerden bugün talep kılgan işim qarindoshlarım, İmam Buxoriy, İmam Muslim naql qilgan hadis şerifte ne dedi? Ya Resulullah, Müslüman diyen kim o depti? Müslüman diyen senin tilinden, senin kulundan yeni bir Müslüman salamet kalsın. Şunu Müslüman deyimiz dedi. Bunun iki muşunda bulaylı kardeşler. Muşunun üzümüzge vaad verip mişadan çıktaydı. Boldu ben Müslüman. Ben boldu bunun denken hiç kimden gayvetini kımayma. Yaman gipini kımayma. Ardı gep tuşmayma. Onunla töhmet kımayma. Onundan yaman guman qilmayma. Onundan bir xato ishni ko'rsam, balki bu asli yaxshi ishdi deyman. U ish u qarindishimning bir ishga qilolmay qolib qolsa, uningga uzr, balkim og'rib qolgandi. Balkim ma'lum sababdan kechikib qolgandi. Deb yaxshi tarafga tortaman deb mush so'rinda mushunda chiqitaylar qarindoshlar. Mana bu bizning dinimiz qarindoshlar.
Biz dinni mushunda tushungan vaqtida anandan keyin biz haqiqiy yaxshi musulmon bo'la olamiz. Haqiqiy Qur'on hadisninki o'lchim bo'yicha musulmon bo'la olamiz. Bizning dinimiz qarindoshlar mushundaq hayotimizni mana mushundaq qiliplashtiradigan, hayotimizni mushundaq sistemlashtiradigan, bizning hayotimizni, safoyimizni ko'tarib yuksaltiradigan din. Bu din faqat men degandek bir murasim xarakterlik, shakli xarakterlik yoki rasmiyatchilik din emas qarindoshlarimiz. Namoz o'qib qo'yib, men soqolimni uzatib olsam, kishilar biz soqolni uzatib ishtonni qisqartib qo'ysak, sizlar bir qapqar hijobni olsanglar din emas. To'g'ri, sil biz qilayotgan ish dinning bir qismi, ammo dinning javhiri ma qarindoshlar. Men deyotgan gap mana bu dinning javhiri. Bizning qashimizda g'aybat qilinmasin. Bizning qashimizda musulmonlarning güchi yilmasin. Bizning qashimizda musulmonlarning inovat to'kilmasin. Bir so'rinda o'ltirsak, Umar ibn Abdulaziz ashla o'ltiratdi. Shart, ma so'rinda hech qanday musulmonning kayniga qilmaymiz. Ma so'rinda men xizmat qilaman deb ashunda o'ltiratgan Umar ibn Abdulaziz. Biz-chu biz zodi qanday musulmon? Ma sapa deganimizda mana mushni ko'z tutimiz qarindoshlar. Chunki jinim qarindoshlar, Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut" degan. Ey sen Allohga iymon etgan bo'lsang, oxiratga iymon etgan bo'lsang, ya gap qilsang go'zal, yaxshi, foydali gap qil, yo jim tur dedi qarindoshlar. Voy jim tur dedi, jim turishning o'zi sapa. Bika xato gap qilib, bika boshqalarning ko'ngliga aziyat berib, ma gap qamlashtirmaydigan odamlar jim tutsak shuni o'zi ibodat. Ey ma islom dinida jim turishning o'zi ibodat qarindoshlarimiz. Nim qilamiz bika ortiq gapni qilib boshqalarning ko'ngliga aziyat berib. Men sizlarga yeni ta'kidlayman qarindoshlar. Balkim a ishni qilib qilishinglar mumkin, balkim ma ishni qilib qilishinglar mumkin. Lekin oxiratga oq yuz tinch aman ketay desanglar, insonlarning ko'ngliga azor bermanglar. Mayli bu inson hatto kafir bo'lsa-mu, jang maydonida bo'lmasa, azor bermanglar qarindoshlarimiz. Mu'minlarga azor bermanglar, erlaringlarga azor bermanglar, bolalaringlarga azor bermanglar, ayollaringlarga azor bermanglar. Islom dinida eng qattiq gunoh ish bir insonning qalbini qirish qarindoshlar, uning azob berish. Buning hadisi hammanglar bilsizlar. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam Mi'rajga chiqqan vaqtida, ya'ni payg'ambarlikning 10-yilsi Mi'raj chiqqan vaqtida bir ayolning azoblanganligini ko'rdi. Do'zax azobida azoblanganligini ko'rdi. Shuna sahabeler bunun sebebini so'rabdi. Voy bu ayol ya zina qilgan, ya fahish qilgan yoki vatanga xoinlik qilgan ayol emasdi. Balki bir mushkni beka uyga sulab qo'yib, bu mushni osh qo'yib, osh mushki aziyat turib o'ltirib atganligini do'zaxi bo'ldi dedi. Bir mushki aziyat turib do'zaxi bo'lsa, bir inson aziyat etgan nim bo'lar qarindoshlarimiz? Sizlarning eng baxtli vaqtinglar, sizlarning eng musulmon vaqtinglar bir musulmonga aziyat yemagan vaqtinglar qarindoshlar. Mushu eng hayotinglarda cho'ng ishni qilolmasanglarmi? Bu ishni hammamiz qila olamiz. Voy jim turay, meni og'zimdan bir musulmon og'rinib qoldigan, bir hamshirimizning ko'ngli kep qoladigan, voy gap chiqmasli bo'ldi ya qarindoshlarimiz. Mushni qila olmaymizmi? Shuningga Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu shundoq deydi. Bir kunsi men payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan bir safarda yolg'iz qolib qoldim deydi. Safarda ikkimiz bir yerga kelib qoldik deydi. Biz ketib o'tib men Rasulullohdan so'radim. Ya Rasululloh, akhbirni bi'amalin yudkhilinil janna. Ey Allohning payg'ambari, meni bir jannatga olib qo'ydigan va do'stni jiroqlashtiradigan bir amalni deb bersalar dedim deydi. Desam, sen ajoyib bir katta ishdan so'rading deydi. Demisimi jannatga kirsa, do'zaxdan jiroq bo'lsa, buningdan katta nima bor qarindoshlarimiz? Siz bizdan buningdan boshqa nima orzuyimiz bor? Debdi Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam, bu ish sendek ulug' katta ishdan so'rading. Bu ish Alloh oson qadam uchun oson. Birinchisi Allohga ibodat qilgin, shirik keltirmagin. Bu shirik masalasi qarindoshlar, nihoyat muhim masala. Inshaalloh biz sizlarga darslik qilamiz. Ma shirik masalasi bak qattiq masala. Men sizlarga bir narsani tushuntiray. Bu shirikka bir misol keltirgan. Bu shirik degan nima bo'lsa, Alloh rizoligi uchun qilgan ishqa bizning shaxsiy g'araz aralashib qolgan ishni shirik amal deymiz.
Bizde çoğun şirik yok. Mesela biz but ibadet kıldığanı yok, kabir ibadet kıldığanı yok. Lakin biz saklamayotgan bir şirik var. Onun bir misal keltirey. Mesela hazır bir misal alay, hemmenler tunuydigan. Mesela İlminur hazır Munevver'ge telefon aldı. Assalamu alaikum Munevver. Sen bilen bir körüşey degen dese Munevver kopup palana hemşerimiz doktorxonada ağrıp qapti ekan. Şu hemşerimni yo'qligi bo'larmi desa, unda bo'lsa men ma kasalni yo'qligach sen bilan ko'rishib olay desa, kasalni yo'qlagan amli sherik bo'ldi degan. Nima ish qilsa, aslida kasalni yo'qlash maqsadi yo'q. Nima bilan ko'rishmoqchi? Qo'shimcha qilib, kasalni yo'qlab qo'ymoqchi. Mushni Muhammad Ratib Nablisi, yani Suriyalik dangliq da'vatchi Muhammad Ratib Nablisi mushni sherik amal deb qaragan qarindoshlar. Şunun için bu şirik mi? Bak iğri mesela inşallah bizler bunu düşündürmez. Yani işte bu muğam olsa öyge oğur kirdi dese İbn Abbas muşunun özü kıpkızıl şirik degenemdi. İşte bu olsa öyge oğur kirdi desem kıpkızıl şirik degen inşallah bunu düşündürmez Allah kalsın. Birincisi Allah'a şiriksiz ibadet kılın. İkincisi namaz okuyun, zakat bergin, roz kılın, hac kılın. Dep Resulullah mana bu sizlarni cennetga apargan amal dep bulup men seni aş yaxşılıkның işki başlap qo'y, yo'g'on bir yaxşılıkның darvozasiga başlap qo'ymo degankin, ya Rasulullah başlap qo'ysa desa, roza insonga do'zaxdan qonqon bo'ldi, sadaqat gunohlarni o'chirdi, kechida o'qilgan namoz gunohlarni o'chirdi deb bo'lib, men sana uni dedim, buni dedim, aş hammasini yig'ib akilib, aş san gapning poskallasini deb beraymo. En noçsun da premo İslam dinindeki en mühim da premo diyen deppas yarasılar diyen İslam dininin türüki namaz. En yukarı pelles cihat. Unungdumu noçsun da premo. Ama kanalma cihattan noçsun da var arkadaşlar. Ben demedim. İslam türüki namaz. En yukarı pelles cihat da vurup hem de sana ben unungdumu noçsun, unungdumu katsın da premo degen ki depaslı ya Resulullah diyakta. Resulullah öz tilini çıkırıp koldu tutup muşni çın tut mana hemmisi noçsun şu degen kardeşler. Oylap bakılar. Cihattı mı, namazdı mı hemmisi mühim ma til dedi. Çünkü bizim cihadımızın cihat kılmayatkan, ibadetlerimizni bekaç kılayatkan nasıl tilimiz kardeşlerimiz. Bu mana sapa degen muş şu kardeşler. Şunun için biz arkalık Müslümanlar eziyet yemesin. Biz sebeplik Müslümanların köngli yerim bulmusun. Biz Müslümanlarını hoşal kılanmasak mı könglige yerim kılmayla. Bir payda ekilenmesek mi ziyan sanmayla. Mahtiyanmasak mı ulağı ulağını sökmeyle. Mana bu bugünkü silerge men en mühim yetkizmekçi boğan dersiminin asaslık temisi ve asaslık bezmoni. İnşallah bununla hemmimizninki emel kılışıga Allah subhanahu ve taala nisip eylesin. Çünkü Resulullah bir günse iki Müslümanın kabristini öttü. Ütü etip ma kabri igilleri azaplanawatıdı dedi. Şunu dep bulup bu ikisinin kabirde azaplanışı çoğun günah sebeplik emas. Bir addi iki günah sebeplik azaplanawatıdı. Birincisi deydi. Birincisi ma südükке iştallarga meynat ulap kalsa bununla tazlamaydı. İkincisi başkalarını otursa az gep düşüp koyduğun kesilavatı dedi. Muş gep düşüp koyuş işten meynat olup kalsa tazlamaslık dozak sebep oldu. İşkelesi sapa münasebetlik yap kardeşler. Ben sapa degenim yancığımdan çıkarıp almadım. Şunun için Allah subhanahu ve taala sil bizni muş sapalık Müslümanlardan kılsın. Ey mehriban egem Allah, biz Uygur Müslümanlarının beşe kelgen gününü kötürüp etken ya Allah. Ey mehriban Allah, bizni dozak azabıdan saklığın ya Allah. Ey mehriban egem Allah, bizni cennetke yakınlaştırdıgan, dozaktan jiraklaştırdıgan amel salihlerine kılışkı nisip eylegin ya Allah. Ey mehriban Allah, muş sorundaki barlık hemşerilerimizni ve meni ve muş dersini anlayan dünyanın her qaysı jaylarındaki Müslümanlarını Muşu Müslümanlara eziyet vermeydigan, Müslümanlara böhten çaplamaydigan, keynidin gep tapmaydigan, gayvet kılmaydigan, şikayet kılmaydigan, sökmeydigan kişilerin katardan kılıp etkin ya Allah.
Ey mehribon egam Allah, 99 güzel isim sıfatının hak hürmetinden sorayımız ya Allah. Biz Uyghur Müslümanlarının üstü kelgan zulümni kötürüp etkin ya Allah. Vatanimizge erkinlik bergin ya Allah. Ey mehribon Allah, qarang'u zindanlarda qiynalıyotgan, ahu feryat chekiyotgan, nal chekiyotgan, ash ko'zi pildirlayotgan qarindoshlarimizni qutqazgan nisb qilgin ya Allah. Shularning qutulishiga bizni sababchi qilgin ya Allah. Ey Allah, qalbimizdagi gunoh ma'siyatning kirlarini pokiz qilib etgin ya Allah. Ey Allah, qalbimiz qitib ketdi ya Allah, iymon nuri bilan yumshitib bergin ya Allah. Ey mehribon Allah, bizni sapolik musulmonlardan qilgin ya Allah. Bizni gepi go'zal, harakati go'zal, o'zi yiqimliq, tabassum chiroy qilgan musulmonlardan qilib bergin ya Allah. Musulmon turib musulmonlarning g'ayvat qilgan nisb qilgin ya Allah. Ey Allah, bizning birligimizni texim bir qilib bergin ya Allah. Bizning ittifoqligimizni tugitib bergin ya Allah. Biz birsimizni aqtaqliq, qartaqliq demayli ya Allah. Sen palanichi, sen pustanichi, sen cho'ngchi, men cho'ngchi, u sen u jamoat, bu jamoat deydigan mushu ichinishlik kunlardan bizni qutqizib qo'ygin ya Allah. Ey Allah, biz sapoysizligimizdan, ongsizligimizdan mush kuni qoldik ya Allah. Bizni mush kundan qutqazg'in nisb qilgin ya Allah. Ey mehribon Allah, bizni ilm o'rganishdan mahrum qilmagin ya Allah. Bizni sapolik musulmon bo'lishdan mahrum qilmagin ya Allah. Ey mehribon Allah, dunyoning har qaysi joylarida zulm chekayotgan mazlumlarga nusrat ato qilgin ya Allah. Bulubmu Sharqi Turkistonda zulm chekayotgan mu'min musulmon qarindoshlarimizga o'z rahmatini yayg'in ya Allah. Ey Allah, bizning gunohimiz sababli barliq musulmonlarni jazolamagin ya Allah. Ey Allah, ikki dunyolik baxt saodatini bizga, ota-onalarimizga, butun mu'min musulmonlarga ato qilgin ya Allah. Ahirda haq yo'lda ching turib, mu'minlarning xizmatini qilib, islomning bayrog'ini egiz ko'tarib, la ilaha illalloh deb shu la ilaha illallahning ustida o'lib ketgan nasib qilgin ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan va qina azaban nar. Ey mehribon Allah, bütün 124 ming va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam so'ragan barliq yaxshiliklarni biz o'zimizga, ota-onamizga, qarindoshlarimizga va butun dunyo musulmonlariga so'raymiz ya Allah. 124 ming payg'ambar va joni-jon payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam panoh tilagan barliq yomonlikdan panoh tilaymiz ya Allah. Va qarindoshlarimizdan ham panoh tilaymiz ya Allah. Butun dunyo musulmonlarining nomi bilan sendan buni panoh tilaymiz ya Allah. Ya Allah, bizni umidsiz qo'ymagin ya Allah. Bizni noumid qo'ymagin ya Allah. Qilgan duolarimizni ijobat qilgin ya Allah. Sen dualarını icabet kılçısan ya Allah. Sen bizdek acizlerinin nidasını anlıqçısan ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bir rahmetke ya Erhamer Rahimin. Allahu Ekber.